chopishlari. Ketarga. Assalomu alaykum. Hormani obunachilar, hormani salomatmisizlar? Xudo xolasa bugungi mana oxirgi syomkamiz Toshkent shahar yangi 16 yildan bo'lyapti. Syomkani oxiriga xudo xolasa Abdurahmon akamdan bo'lyapti. Otni bir o'zgachasi. Uyurga ot qidirgan aka-ukalar formasini qarayni. Bichimlari kelgan ekan mana. Oyoq qo'llar sog'lom. Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamasdan aka. Charchamayaptimi aka? Rahmat og'a. Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan qadri bilan qadrdon akalarimiz, otvoz akalarimiz. Ham qo'shib bizga salomlashib qo'ydi. Atrof hamma ot ko'kka olib chiqdi. Mana bu tarafda ishlayapti. Bu tarafda ham bir ayg'irmi, nimadir bor ekan. Biya. Biyami? Biya. Jonivor bu kuy kelgan shekilli sezdimi deyman. Sezdim. G'ayrat kelib ketdi. Juda sog'inganda aka. Yoshlari bo'yicha tabrosi bormi? Tabrosi 17 bor aka. 17 tabro. 8 yashar qolar ekan. 17 ni qo'lini, xudo xolasa 8 o'tini bu yil yeydi. Rosa kuchga to'libdi ota. Rosa g'ayrati, o'zi shijoati baland. Xulqi ham juda toza, yoshi qariga bir xilda. Aka o'zi g'ayrati bunaqa to'liq otlar, yeb chiqqan otlar misol uchun kuylagan biyani ko'rsa jinnilarni ahmoning qoptasini qilaveradi. Xudo xolasa bizning otimiz yaxshi tarbiyaga ega. Qo'limizdan kelgancha o'zimizdan tarbiyasini berdik. Yetmaganini xudo xolasa inshaalloh o'zligiga moslab olgan odam qoladi endi. Xudo xolasa. Qolgan tarbiyalarni. Lekin formasiga vobshe gap yo'q. Formalariga gap yo'q aka. Xo'p, qidirib zo'rini topamiz aka. Parodasi nima bo'lib qoladi buni? Aka, men shu bichim, ko'rinish, o'zini tutishi bo'yicha men Novoy Qirg'iz deb o'yladim. Novoy Qirg'iz a? Yana bizdan boshqa ko'proq narsani ma'lumotga egalar bor. Elga yana qo'yib beraveramiz ma'lumotni. Egalari indamadi. So'ramadingiz. Biz endi o'zimiz aqlimiz yetgancha oldik. Xudo xolasa bichimdor aka. Bo'yicha sog' salomat. Yeb ichishlari, tani joni sog'lomligi, 4 ta tuyoq. Barcha hamma narsasi kerak bo'lgan narsasini hammasi bor bunda. Endi otni yuvvoshligini ko'rsatmam. Hozir endi dalaga chiqqandan keyin baribir otlar ozgina sho'xlik qiladi. Noto'g'ri tushunmasin degan maqsadda oyoqlarga paypolarni o'zimiz o'radik aka. Bo'l. Oxirida yuvvosh. Oxirida ham yuvvosh aka. Laqabini nima deb qo'ydingiz? Oxirini buni laqabini Qirg'izistonda mashhur bir Jarroh degan ot bor. Jarroh. Jarroh degan ot bor. O'sha Jarrohga o'xshatib, Xudo xolasa nasib qilsin deb. Jarroh deb qo'ydingiz. Lekin kim olsa ham mana shu qashqasini eslab qolingni. Sipochka deb qo'ysa ham bo'ladi. Sipochka ham bo'ladi. Chunki o'zi belgisi bilan ekan jonivor. Xo'p, bugun xudo xolasa Abdurahmon akamdan Jarroh laqabli ot sotuvga qo'yiladi. Ot formalari, bichimlari zo'r ekan. Bo'ylari qancha kelib qoladi? Shu 1.70 dan ozgina pastroq deb o'yladim aka. 1.65 plus deb qo'yaramizmi? 1.65 plus. Doim obunachilar tomon qo'yganmiz. Plusiga odamni xursand bo'laversin, olgan egasi xursand bo'laversin. Aka, biz endi minusini aytmaylik. Bo'ldi. Xudo xolasa 1.65 plus mana. Otni formalari, bichimlari kelgan ekan. Uyda aka turishlari ham yuvvosh aka. Yaxshimi? 4 tuyoqni yaqinda taqalab qo'ydik. Taqaga to'plarni yuvvosh. Odamni qiynamaydi. Bitta o'sha taqachi olgan o'zlari kelib, o'zlari taqalab tashadilar. Hozir video davomida yana yuvvoshliklarni yana ko'rsatib beramiz, yana bir bora. Bo'ldi. Xolasi. Aka bir bosuvlarni ko'rsin. Abdurahmon akamcha. Ko'rsin. Bosgan bosqalar. Kelishlar. Yaxshi, to'xtashlar ham yaxshi.
Endi hozir dixaniyasini eshitamiz. Dixaniyasi yomon emas. Sal o'ylangandan bo'ldim. Bu dixaniyasidan sal o'ylandim. Yaxshi ekan aka. Foiz toza aka. Mana o'yladim, bronxiti bormikan desam, yo'q, yaxshi. Xo'p. Og'izlari ham qattiq emas ekan-a? Siz to'xtatyapsiz-ku. Yaxshi. To'xtatamiz. Ancha o'rganib qoldik aka. Bo'ldi gapi. Aka, bitta elga bir safar chiroyli qilib narxini yuvosh qilib. Endi avval Baraka topsin deydigan qilib. baraka topsanda bir 80%, 90% odam aytibdi. 10% odam noto'g'ri tushunyapti. Endi ot tanigan odam bor, tanimagan odam bor. Ha. Aka bizani tanigan, bilgan odamlar Allohga behisob shukr, mana ota-onamiz duolagi bilan, Alloh bir inoyati bilan shunchalik elga aziz bo'lib qoldik. Aka har doimgidek narxini arzon qo'yamiz. Bu simdagi, bu figuradagi, bu bichimdagi otni o'zi ko'p joylarda ko'ryapmiz. 4,000, 4,5 qo'yishyapti. Aka birovga qaramaymiz biz. Endi otgan odamimizni ham o'ylaymiz, sotayotganda ham o'ylaymiz. Aka bozorga olib chiqsa ham $4,000 desa ketadi. $4,000 demaymiz. $3,000 bersin. O, 3,000 mi? $3,000 bersin. Olib chiqqanda, bozorga olib chiqqanda ham misol uchun Xudo ko'rsatmasa bir yaxshilik bilanmi, yomonlik bilan zaruriyat bo'lganda bozorga olib chiqib, shuni sotib ketaman desa ham, indamasdan 3,000 ga sotib ketadi. Sizda ozgina kami bor. Ko'pini so'rashmasin faqat. Bo'ldi. Kelishtirib ham beraman dedilar. Ozgina o'tib beradigan xayra bor. Xayra barakasi har doim sodada sunnat. Shunga muvofiq. Mayli bonusiga yana bu narsa qo'shib beramiz, xudo xohlasa. Bo'ldi. Uni kelishuv tepasida bo'ladi-a? Kelishuv asosida qo'shib beramiz. Bo'ldi. Eshitdingmi? Mana ot sotuvga qo'yildi, narxlar aytildi. Xudo xohlasa, barakasini bersin. Bizni kim kuzatgan bo'lsa, sizlarga ham alohida rahmat. Sizlarga shu kuzatuvning asosida ancha подписчикка, просмотрga ega bo'lib boryapmiz.